Xushnur opa, juda ko'pchilik gepatit B bo'ldim, endi davolana olmayman deb o'ylaydi. Gepatit B bilan insonlar qancha muddat yashashi mumkin? Virusli gepatit B bilan bemorlar uzoq umr kechirishi mumkin. Mana shunaqa bemorlarim bor. 30-25 yildan beri nazoratda bo'lib yuradigan bemorlarim bor. Surunkali virusli gepatit bilan soppa-sog' odamdek o'zini yashab yurishdi, hayotini kechirib, ishlab, o'qib, oddiy odamlar, sog' odamdek yurishdi. Gepatit B qachon sirrozga aylanadi? Tak, gepatit B nazoratsiz bo'lsa, demak, sog'lom hayot tarzini buzgan odamlarda, alkogolizm qo'shilgan odamlarda, keyin betartib nima deydi, ovqatlanish, jigarda yog' bosish jarayonlari kuzatilsa, ya'ni gepatozli qo'shilsa va delta gepatit qo'shilib qolsa, o'shanda jigar sirrozi rivojlanishi ehtimoli yuqori. Jigar sirrozi bo'lgan insonlar qancha muddat yashaydi? Jigar sirrozi bo'lgan insonlar endi kasallik jarayoniga qaraladi. Bni o'zi yoki delta qo'shilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu juda individual holat va ular albatta shifokor nazoratida yurib, kerakli muolajalar, ya'ni kerakli virusga qarshi dorilarni iste'mol qilib nazoratda bo'lishsa, ularning ham umri uzayishi mumkin. Lekin gepatit B bilan delta birga bo'lsa, afsuski bugungi kunda delta gepatiti dorisi yo'qligi sababli albatta ular 2 barobar ko'proq nazoratda bo'lishligisi shart. Endi individual holat, buni qanchadir 1 yil, 5 yil, 15 yil deb biz aytolmaymiz, lekin sirroz bu juda jiddiy, oxiri ko'pincha holatlarda transplantatsiya bilan tugaydi, jigar transplantatsiyasi, ya'ni jigar ko'chirishi bilan. Doimiy nazoratda turish uchun sizga murojaat qilsa bo'ladimi? Virusli gepatit B, C, deltalar bilan bo'lgan bemorlar bizning klinikaga murojaat qilishi mumkin, shaxsan menga ham murojaat qilishligi mumkin. Rahmat kattaga.